O'zbekistonlik maktab o'quvchisi AQShda jinsiy zo'ravonlikka uchradi. Qalampir.uz vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bilan bog'landi. Elchixona vakili holatdan xabardor ekanligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'zbekistonlik Mehribon ismli qiz 2025-yilda Felix dasturi bo'yicha O'zbekistondan tanlangan 60 nafar finalchidan biri bo'lgan. Bu AQSh hukumati tomonidan to'liq moliyalashtiriladigan madaniy almashuv dasturi bo'lib, u yuqori sinf o'quvchilariga bir o'quv yili davomida Amerika maktabida bepul o'qish va qabul qiluvchi oilada yashash imkonini beradi. Qizni Indiana shtatidagi kichik shaharchada yashovchi farzandsiz musiqa o'qituvchilari oilasi qabul qilgan. Mehribonning ota-onasi ushbu oila bilan video muloqot orqali tanishgan. Er-xotin ilgari ham xorijlik bolalarni qabul qilganini aytib, ota-onada ishonch uyg'otgan. Ammo afsuski, oradan bir oy o'tib, qabul qiluvchi host oiladagi erkak qizga jinsiy tegajog'lik qila boshlagan va unga tajriba orttirishni taklif qilgan. Bu haqida qizning otasi Azizbek Boltayev o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Qizim bo'lgan voqeani Felix dasturi koordinatorlariga aytdi, ammo dastur qizimni himoya qilish o'rniga uni butunlay izolyatsiya qildi. Qizimni darhol boshqa oilaga ko'chirib yuborishdi va bu biz bilan kelishilmadi. Bu xabarni menga keyingi kuni 9 soatlik vaqt farqini hisobga olgan holatda Toshkentdagi Felix ofisi ma'lum qildi. Lekin qizim aynan qayerda va kim bilan ekanligini aytishmadi, deydi u.